Pishniklarga harakat qilamiz. Pochonlarni qildik, karas bo'lyapti. Boyaga ko'rsatgan videomdagi kombayn montaji ishlayapti. Stariy ribak qo'shilgan mamaligi. Hozir kechqurungi taomlanamiz. Har doimgidek mana o'zbekona oshimiz. Kelinglar dasturxonimizga mehmon bo'lib ketasizlar. Ko'pchilik aytadi, yarim dona bilan chesnon qo'shib yesang, chimon chaqmaydi deydi. Endi bilmayman, hozir qilib ko'rmoqchimiz. Baxtiyor o'rta. Chimonlarga rosa ko'p ekan, chimon rosa ko'p. Mana ko'ryapsizlar o'zi chiroqda. Lekin biz har doimgidek pashshaxonalarimizni tayyorlab qo'ydik. Chimonlar yo'lchi topdi mana. Men kirib olaman deyapti. Mana kirasan deyapman. Mana o'sha qadrdonimiz aytdilar, garmdorni yeng, chesnonni yeng, piyoz yeng, umuman chimon yaqinlashmaydi dedi. Endi bilmayman, lekin bunaqadan yesam odam yaqinlashmasligi mumkin, chimonni bilmayman. Endi bismillahirrohmanirrohim qani. Anaqa garmdor kelgan ekan. Chesnonni ham ulan oldi bo'lsa. Ketdi mana. Ketiga piyoz. Oh! Voy! To'lilar. Stariy ribak qo'shilgan amaliganmi? Mana bu kombaynga hozir joylashtirmoqchiman. Endi kombayn o'zi men to'g'risi joy yoqtirmayman. Chunki bu yerda nohaqli kurcho'lar ko'ryapsizlar ko'pligini. Lekin hozir baliqchiligini hisobiga balig'i chaqirib olish maqsadi ham bor. Shu baliqni ko'proq qilib bir joyga holat qilmoqchiman. Mana bunday holatda nabodi bilmaydiganlarga texnoplontonga o'xshatib olamiz. Mana mana holat bo'ldi. Kurcho'larimizni birma-bir tiqib chiqamiz. Tashqariga qaratamiz, kurchoq qismini tashqariga qaratib. Mana bitta. Hammasi tashqariga qarab turish kerak kurcho'lar. Kombayni ham shu 6 ta kurcho'li yaxshi. Va buni mana bunday qilib qo'ziqorin shakliga keltiramiz. Hozir kunduz kuni mayda baliq juda ham ko'p. Juda ham ko'pligini hisobiga o'zi alohida har bitta kurcho'ga qilib chiqargan bo'lsa, mayda baliq kelib yeb tashlaydi, uzoq muddat turib bera olmaydi. Shuning uchun mana shimatok deydi, mana holatda qildim, qo'ziqorin shakliga. Mana qirralari hamma kurcho'ning qirralari chiqib turibdi mana bitta. Mana. Boyaga 5 ta kurcho tashqariga qaragan holatda mana hammasini kurcho'ga chiqib turibdi. Mana hozir buning natijasini ko'ramiz. Rasa jerexmi, sudakmi bilmayman, rasa quvlab yuribdi. Hozir aynan mana shu baliqcham mana o'sha jerexga, sudakka bir harakat qilib ko'rmoqchiman ushlashga. Natija berib qolsa, aynan shu holatimizni keyin batafsil tushuntirib o'taman. Qisqa metrajli o'miz nihoyasiga yetdi. Kunduz kuni umuman ishlamadi. Umuman ishlamayapti to'g'rirog'i. Kechqurun 9 dan ertalabki soat 4 gacha o'sha karas ushlasi bo'lyapti. Kunduz kuni umuman jim. Feeder ham, paplovka ham nimaki bo'lsa, umuman qimirlamayapti. Tashalgan ovqat ham qanday bo'lsa shunda turibdi. Nimani hisobiga degan savol, menimcha hozir Baxtiyor hamma narsa qilib ko'rdik. Tushib ketganda suv. Biz mashina qaror qildik, suv tushib ketganini hisobiga kunduz kuni baliq yurmayapti. Menimcha xavf-xatar. Baxtiyor mayli, shunda ham mana kechqurun qilgan natijalarni ko'ramiz. Mana karaslar. Ancha olib qo'yib kishi bo'lmas. Karas. 4-5 ta karas va shu plato baliqlari. Menimcha unaqa berilib o'qimadim. Chunki u berilib o'qiladigan daraja bo'lmadi. Kechqurun shu 11 gacha o'tirib, 11 dan keyin uxlab qoldik, tinchgina. Karaslar. Karas. Nasibaga yarasha bo'ldi. Karasli yiri. Qo'l bosilmadi lekin qadrdonlar. Karasli katta. Ancha yirilashib qolgan. Kichkinalarni qo'yaveramiz hozir. Mana bu filmlar qo'yaveramiz yashasin. Filmlar bor orasida. Filmlarni qo'yaveramiz. Keyin kelishimiz katta o'tirsin. Mana.